To'y boshlab qo'ydingiz. Agar hali gilamlarni olmagan bo'lsangiz, unda bu video siz uchun. Zal va yotoqxona uchun mos keladigan gilamlarni narxi bilan ko'rib chiqamiz. Bu variantlarimiz o'zi chiroyli, yumshoq ipli, musor yig'maydigan, ranglari esa to'lanadigan, narxlari ham hamyonbop, arzonroq bo'ladigan 3x5 razmerdagi zalbob gilamlarimiz. Bu gilamlarimizning narxi 2.500.000 so'mdan sotiladi. YouTube'da ko'rdik, to'yga olmoqchimiz desanglar, to'yga to'yanadiganlaridek 1.800.000 so'mdan qilib beramiz. Bu gilamlarimiz biri Samarqand Samirtex, ikkinchisi Jizzax Elmasxali gilamlar zavodida ishlab chiqarilgan. Ikkalasining orqa tomon, ya'ni palatnoylariga paxta ishlatilgan, old tomon Turkiyadan keltirilgan poliester iplaridan to'qilgan bo'lib, musor yig'maydigan, allergiya bermaydigan, plisosda, supurgida mazza qilib ishlatadigan gilamlarimiz hisoblanadi. Bu gilamlarimiz ham hozir aytib o'tgan ikkita zavodimga tegishli gilamlar bo'lib, xuddi shu materiallardan foydalanilgan, faqat buni iplari yanada ko'p, ya'ni yanada zich to'qilgan va yanada qalin. Yurganingizda ham ancha yumshoq, mayin gilam, orqa tomonlari ham oppoq paxtadek bo'ladi. Musorlarni tozalash yanada yengillashadi va xizmat ko'rsatish davomi ham uzoqlashadi. Ranglari esa tiniq, sochli bo'lib turadi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu 3x5 razmerdagi gilamimiz 3.800.000 so'm turadi. Obunachilarimizga 3.150.000 so'm. Endi premium kачестводagi Turkiya gilamlariga o'tamiz. Turkiya gilamlari dizaynlari bilan ajralib turadi. Ayniqsa yuza qilib ishlangan, bo'rtib turadigan o'yma naqshlari va ranglari odamni o'ziga jalb qiladi. Uzoq yillar davomida xizmat qilib beradi va qudalarning yonida ham uyaltirib qo'ymaydi. Eng muhimi, bu 3x5 razmerdagi Turkiya gilamimiz 7 millionlik bo'lib, Shinam maskandan 5.900.000 dan xarid qilishingiz mumkin. Bu Turkiya gilamimizning to'lanadigan varianti 5 million so'm bo'lib, 4.200.000 so'm evaziga sizniki bo'lishi mumkin. Navbat Eron gilamiga. Eron gilamlari. Bu o'z nomi bilan mashhur. Bu gilamlarning juda ham zich to'qilganligi, mayda gulligi, aynan shu mayda gullarning berilgan ranglari o'ziga yarashib turishi va uzoq yillar davomida, taxminan 25 yil davomida xizmat qilib berishi, musorlarning orasiga kirmasligi, ustida qolishi va oson tozalanishi bilan ajralib turadi. Eron gilamlarimizning narxi bu 3x5 razmerdagi gilamimiz 9 million so'mlik bo'lib, 7.900.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Bu 3x5 razmerdagi 7 millionlik Eron gilamimizni 5 xil rasvetkada 6.200.000 so'm evaziga tanlab olishingiz mumkin. Endi spalniyimiz uchun bo'lgan gilamlarni ko'rib chiqamiz. Agar sizning spalningiz 3.5 ga 4 razmer bo'ladigan bo'lsa, u xonani to'liq yopmoqchi bo'lsangiz, yumshoq ipli, ranglari ham ochiq, xonani ochib beradigan, narxi ham hamyonbop bo'lgan shu kovrilarimizni tavsiya qilamiz. 3.5 ga 4 razmer o'zi asl narxi 2.200.000 so'm, sizga 1.700.000 so'mga tushadi. Ozgina qalin bo'lsin, yanada yumshoq va ayniqsa skromniy bo'lsin desangiz, bu kovrilarimiz aynan siz uchun. 3.5 ga 4 razmerdagi narxi 2.800.000 so'm, siz uchun 2.300.000 so'm. Endi premium kачествоga o'tamiz. Fasonlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham neobычный, boshqacha ishlangan fasonlar. Bu o'zimizda ishlab chiqarilgan varianti. Bunisi esa Turkiya kavralarni ko'rib turganingizdek, dizayni bir xil, ranglari bir-biriga o'xshash, sifatlari esa ikkalasini ham ustida mazza qilib yuradigan varianti, qalingina, o'ymalari ham bor, musor ham yig'maydi, tozalashga ham oson, mazza qilib uzoq yillar davomida ishlatishingiz mumkin. Turkiya kavralarning 3.5 ga 4 razmerdagi narxi 5.800.000 so'm turadi. 4.900.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Xuddi shu fasonning O'zbekistonda ishlab chiqarilgan varianti 3.5 ga 4 razmeri 4 million so'm, Shinam maskandan 3.200.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Remont va tarkiblaringiz chiroyli bo'ladigan bo'lsa, ko'proq ochiq qolishini xohlasangiz, avval variantlarni tavsiya qilamiz. Shu joyda spalningiz joylashgan bo'lsa, ikki chetiga 1.2 dan 2 ta aval, oyoq tomoniga esa 1.5 ga 2.30 bo'lgan avalni joylashtirasiz. Jami komplekt narxi 2.500.000 so'm turadi. Shinam maskandan 1.900.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Endi daroshka variantini ko'rib o'tamiz. Ranglari to'lanadigan, sifati ham mayin, yumshoq, musor yig'maydi. 1 ga 2 razmerdan divaningizni ikki chetiga 2 ta va oyoq tomoniga 2 ga 3 bo'lgan razmerini qo'ysak, umumiy summasi 1.800.000 ni tashkil qiladi.
Shinamaskanda esa 1.400.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Bu razmerlar domning taxminiy razmerlari bo'lib, agar sizda yo'q bundan ham katta yoki bundan kichkina razmerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Shinamaskanda katta assortimentda va har xil narxlarda topishingiz mumkin. Imkon qadar gilamlarning narxi va sifatlari bo'yicha ma'lumot berishga harakat qildik. Yanada to'liq ma'lumotlarni pastdagi raqamlarga telefon qilib bilishingiz mumkin. Hammanglarni Shinam maskan do'konlarida kutib qolamiz.